Qo'chqorga qancha yem bersangiz ham semirmayaptimi? Demak, siz 90% odam qiladigan xatoni qilyapsiz. Buni bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Sababi oddiy, faqat yem berish bilan ish bitmaydi. Yemni ko'paytirib foyda yo'q. Asl muammo boshqa joyda. Eng muhim narsa balans. 60% don, 40% protein bo'lmasa vazn chiqmaydi. Protein bu mushakni o'stiradi, go'shtni ko'paytiradi. Shusiz qo'chqor hech qachon to'g'ri semirmaydi. Protein nima o'zi? Protein bu mushakni o'stiradigan asosiy modda. Shu sabab qo'chqor faqat semiz emas, go'shtli bo'ladi. Protein bo'lmasa vazn sekin chiqadi yoki faqat qorin chiqadi. Don energiya beradi, protein esa tanani quradi. Ikkalasi birga bo'lsa, haqiqiy natija chiqadi. Suv yetmasa hammasi bekor. Suvsiz yem hazm bo'lmaydi, vazn chiqmaydi. Qo'chqor kuniga kamida 2-3 marta suv ichish shart. Toza va biroz iliq suv bo'lsa, natija 2 barobar tezlashadi. Kop yuradigan qo'chqor semirmaydi. Yurgan sari energiya kuyadi, vazn chiqmaydi. Kam harakat qilsa, energiya ichkarida qoladi, vazn tez chiqadi. Tinch joyda kam harakat bu tez semirtiradi. Shu 3 ta qoidaga amal qilsang, natija o'zingni hayron qoldiradi. Ko'zing bilan ko'rasan, vazn qanday tez chiqayotganini. Bu oddiy sirlar, lekin natijasi juda katta. Saqlab qo'y va do'stingga yubor, foydasi tegadi. Shunaqa foydali maslahatlar kerak bo'lsa, sahifaga obuna bo'l. Keyingi videoda yanada kuchli sirlarni ko'rsataman.